Salom do'stlar. Bugun biz Advice jamoasi Turkiya burslariga suhbatga chaqirilgan talabamizni taklif qilganmiz. Qani bo'lmasa ular bilan suhbat qilsak. Qalaysiz o'g'illar, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu sizda shu kirganingiz haqida ma'lumotnoma berilasiz bo'ladi. Hop, qalay bo'ldi Turkiya burslariga topshirish? Qiziqarli, hayajonli suhbatga chaqirilganim. Ikkinchi yil topshirishim va ikkinchi yil topshirganimda suhbat qabul xati keldi. Hujjatlarimni saytga topshirishda yaqindan yordam bergan Advice jamoasidagi Nodir akaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz ham guruhimiz nomidan sizga rahmat aytib qolamiz. Hop, o'zi qaysi burslarga topshirdingiz Turkiyadagi? Istanbul, Bursa, Akdeniz, Izmir, Konya. Ha, ichingizdan qaysi biriga juda ham kirish xohlaysiz? Bursa shahridagi universitetga. Nega? Universitetga dengiz yaqin bo'lganligi, tabiati go'zal bo'lganligi va tinch shahar bo'lganligi. Juda ham yaxshi. Agar siz ham xuddi shu talabimiz kabi Turkiya burslariga grant asosida yutmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'qimoqchi bo'lsangiz, bizning guruhimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizni kutib qolamiz.